Sizni ham farzandingiz og'izlarini ochib yuradimi? Juda ham ko'p holatlarda menga bolajonlar kelishadi. Logo massaj qilib qo'ying, farzandimni og'zi ochiq o'tiribdi deyshadi. Kelinglar, aynan shu patsientimni ko'rib chiqamiz, nima sababdan og'izlari ochiq o'tiribdi. Oyisidan so'raganimizda og'zi kechasiga ham ochiq holatda uxlaydi deb aytdilar. Bu bolamizda adenoidi bor. Adenoidini hisobiga bu bolajonimizda og'zi har doim ochiq, faqatgina og'zidan nafas olganni hisobiga bo'yin umurtqalari o'tirib, oldinga siljib, skolioz diagnozi yuzaga kelgan. Adenoidi bor farzandingizni albatta lor shifokorga ko'rsating. Agar sizning farzandingizda ham adenoid bo'lsa, bu qanday oqibatlarga olib kelishini bilasizmi? Nafaqat adenoidi bor bolalar nutqi kechikishiga yoki-da peshob ishlanmasligiga yoki-da chaynov reflekslariga ta'sir qiladi, balki farzandingizning ko'krak qafasi deformatsiyalari, skolioz, kifoz, lordoz va umurtqa pog'onasidagi qiyshayishlarga, umumiy qiyshayishlarga olib kelishi mumkin. Farzandlaringizni o'z vaqtida qarating.